psixoterapevt yoki hattoki professorlarning ham gapini eshitish mumkin. Bolaga yoshlikdan birinchi til o'rgatish bolani tili sekin chiqishiga yoki umuman bolani gapirmay qolishiga sababchi bo'lishi mumkin deb aytishyapti. Vaholanki ular asosan nazariyaga asoslanishadi. Sababi mani kuzatayotgan odamlar ko'ryapsizlar, mani farzandlarim birinchi tilda gapiradi va mani Alloh sababchi qilgan insonlarning farzandlari ham birinchi tilda gapirishadi. Hech qanday muammo bo'lmagan ularning til chiqishida. Qachon bo'ladi til chiqishi kechikadi? Agar farzandga ruhiy travma berilgan bo'lsa, baqirilgan, uni qo'rqitilgan bo'lsa yokida uni naslida bo'lsa, masalan ota tarafiga, ona tarafida kimdadir til kech chiqqan bo'lsa yoki bolada Alloh sinovi bilan biror bir aqliy nuqson bo'lsagina bolada til kech chiqadi. Bolani endi ko'p til bilishini afzalliklarini bu narsani xohlasanglar Google'dan ham ko'rishingiz mumkin. Ko'p til bilgan bolalarning IQsi boshqa bolalardan ustun bo'ladi, anchagina ustun bo'ladi. Va ularda kelajakda ba'zi bir kasalliklar ham rivojlanmaydi ko'p til bilganligi sababli. Ko'p til bilgan bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchi zo'r bo'ladi. Ya'ni ular har qanaqa vaziyatda o'ziga ishongan holatda qadam bosadi. Va yana ko'p til bilgan bolalar boshqa bir davlatlarga borganda osonlikcha moslashib ketadi vaziyatga, madaniyatga. Shuning uchun nima uchun biz hali sodir bo'lmagan narsadan qo'rqib bolani til o'rganishini kechiktirishimiz kerak? Yana ajoyib bir fakt, bitta tilda gapiradigan bola bilan 2-3 va undan ortiq tilda gapiradigan yosh bolalarning o'rtasida tadqiqot o'tkazishgan olimlar va ularning miya hujayralarini solishtirganda juda katta farq bo'lgan. Ya'ni ko'p tilda gapira oladigan bolalarning miya faoliyat hujayrasi juda ham aktiv bo'lgan. Shundan ham kelib chiqishi mumkinki, farzandlarimizga ko'p til o'rgatish bu faqatgina yaxshilikka olib keladi, faqatgina bunga to'g'ri yondashish kerak.